Bugun sizlarga Golden House'dagi 3 xonali uyimni obzor qilib bermoqchiman. 3 xonali uyimdagi hamma narsani bir-biridan 30 million so'mga oldim desam ishonasizlarmi? Mana bir kun shunaqa deb aytaman. Xudo xohlasa o'sha kun kelsa. Lekin bu tovarlar bilan uyni shunaqa chiroyli jihozlashni birinchi marta bir-birida ko'rdim. Render emas, haqiqiy kvartira bemalol o'z ko'zinglar bilan mart oyining oxirigacha kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hamma texnikalar ishlaydi, hammasi bir-bir ilovasidan sotib olingan. O'zbekistonda bu texnika sotib olish uyat deyiladi, lekin ekologik jihatdan toza, ancha hamyonbop, ekonom bo'ladi. Sizni aytadigan bo'lsam, men shunaqa uyda yashagan bo'lardim, chunki hamma joy chiroyli obstanovka qilingan, uyutniy, xonalar esa katta-katta. Bu texnika bilan ham ishonchli shunaqangi yaxshi narsalar olib, kvartira obstanovkasi bu men uchun umuman yot tushuncha edi. Endi esa tushunchalarim mutlaqo o'zgarib ketdi. Mobil texnikalar hammasi ishlaydi, ideal holatda kirib yashashga tayyor, bemalol kirib yashasanglar ham bo'ladi. Shunaqangi uyutni spalni bo'lsa mazza-ya, bu yoqda ko'rib turgan hamma narsalar bir-bir ilovasidan bu tovarlar olingan. Men oldin yangi uy olinsa faqatgina yangi narsalar bilan jihozlash kerak deb o'ylar ekanman. Endi fikrlarimni o'zgartirdim. O'zim ham uy olsam shunaqangi chiroyli obstavить qilib olaman.